Bugun kelinlik uyimga bordim. Bahor nafasi sezilib turibdi. Kelinlik uyimda ham tabiat uyg'ongan. Oyijonimning xona gullari va hovlidagi gullar, daraxtlar bahorni yanada chiroyli his qildiradi. Mana shunday go'zal muhitda iftorlik uchun maxsus ismaloqli somsa tayyorlaymiz. Bu somsani o'ziga yarasha siri shundaki, uyda bor masalliqdan somsa tayyorlash mumkin. Salat yog'i va eskirgan mayonez. Ha, bu o'sha muzlatkichda bir necha haftadan beri turgan mayonez. Xamir juda yumshoq va oson yoyiladi. Mayonez o'z ishini qilib turadi. Salat yog'i esa xamirga elastiklik beradi. Shuning uchun bu retsept takror qilishga arziydi. Hozir esa asosiy yulduz ismaloq. Men somsalar zerikarli bo'lib qolmasligi uchun ismaloqqa go'sht hamda piyoz qo'shib yubordim. Siz ham kreativ qilishingiz mumkin. Xullas, bugun o'zimni oshpaz emas, san'atkor his qildim. Ismaloqli somsa qildim, yoniga esa rediska va ko'katli salatni shunday shayladimki, Mixailning o'zi kelib yulduz qo'yib ketsa kerak. Smetana bilan aralashtirgandim, shunaqangi mayin bo'lib ketdiki, rediska ham o'zini achchiqligini unutibdi. Bir burda somsani olib bir qoshiq salat bilan yeb ko'rdim. Lazzatning harorati 200 daraja, ta'mi esa osmondan tushgan. Iftorlik a'lo darajada o'tdi. Oshqozonim mamnun, kayfiyat esa baland. Yoqimli ishtaha.